Başlanmıştı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluh. Aziz muhterem kırındaşlar, dünyanın her qaysi joylarida o'zini musulmon da'vatgan, o'zini uyg'ur da'vatgan bütün qarindoshlarımga bugün Gollandiyaningki Danxaq shahrida bu bizningki Arakan musulmonlarga bo'layotgan zulmga qarshi birmi buddistlarga qarshiligimizni bildirish uchun bu yerda bugun Gollandiyadagi har qaysi jamoatlar, har qaysi davlatdan kelganlar va Gollandiyada yashayotgan har qaysi millatlar bu yerga yig'ilib naq maydonda namoyish qilyapmiz. Bu yer bugun Gollandiyadan Arablar, Turklar, undan boshqa shu Birmada yashayotgan Arakanlik musulmonlar, Pokistonlik musulmonlar, Hindistonlik musulmonlar va shu Gollandiyada yashayotgan musulmonlar bu yerga yig'ilib Birma kafirlarga qarshi, ya'ni Birma buddistlarga qarshi bir o'zining noroziligini ifodalayotdi. Shu Gollandiyadagi eng chong hukumat binosidagi oldida. Bu yerda bizningki bu namoyish qatnashishimizdagi maqsadlardan biri bizningki dinimizning musulmon islom bo'lganligi, bu ummatning bir parchasi bo'lganligimiz. Ikkinchisi, biz Uyg'ur xalqi azaldan zulm ostida qolgan ve zulmga uchragan insonlarning har zaman yendiganligimizni bildirish uchun bu yerda bayrog'imizni tutib, biz Uyg'ur xalqininki dunyoda zulm qilgan millatlarninki qishida bosh ekanligini bildirish uchun biz bu yerda Arakan musulmonlari bilan birlikda namoyish qilyapmiz qarindoshlar. Ya'ni biz bu yerga kelishimizdagi yana bir maqsad, azaldan Uyg'ur xalqi chet eldagi zulm qilgan millatlarga ish chaqirtib keldi. Özünün qo'lidan kelishi yordam qilib keldi, destekini berib keldi. Bo'labmi Falastin masalasi olsun, Iroq masalasi olsun, Suriye masalasi olsun, Afg'oniston masalasi olsun, her yerda Uyg'urlarni zulmga qarshi ko'ralaysiz. Ammo keyingi zamonlarda biz boshqalarning o'yiniga tushib ketganligimiz uchun buningdan keyin avval o'zimizning dardini butun dunyoga anglatish, uningdan keyin boshqa dardga uchragan qarindoshlarga, boshqa zulm uchragan qarindoshlarga yardım qilishdan iborat bu sistemaga kirish uchun Uyg'ur xalqi, Uyg'ur qarindoshlar chet elda o'zininki prinsipini, o'zining sistemasini belgilayotdi. Shuning uchun biz bundan keyin boshqalarning o'yiniga tushmaymiz, boshqalarning qiltig'iga tushmaymiz, boshqalarning pechkisi bo'lmaymiz. Ammo biz her yerde zulmga uchragan millatlarningki yanida turamiz. Nerede zulm bo'ladi ekan, biz unga qarshi chiqamiz. Bunun için biz Arakan musulmonlarining yanida bugün Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi sifatida bayrog'imizni ko'tarib, biz her vaqt Arakan musulmonlari bilan birikkanligini bu yerda, ekanligimizni bu yerda ifodalab beryapmiz. Ikkinchi bir masala, bu yerda tug'an qarindoshlarning hammasi asosan chet ellik qarindoshlar, ya'ni arablar, turklar va boshqa gollandiyalik qarindoshlar. Bular bu yerga yig'ildi. Yig'ilishdagi maqsad bu Arakan musulmonlari o'zining alg'anlik uchun, dunyoga reklam e'lonini beradiganlik uchun, butun dunyoga Arakanda bo'layotgan zulmni anglataolganlik uchun bu yerga butun millatlardan insonlar yig'ilib noroziligini bildiryapti. Birmi kafirlarga qarshi sen zulmingni to'xtat deyapti. Bizmi qachonki dunyoga o'zimizning dardini anglata olsak, Sharq Turkistondagi zulm, Arakandagi zulmdan hech qanday farqi yo'q. Biz bu zulmni dunyoga anglata olsak, inshaalloh butun dunyodagi musulmonlar, biz Uyg'ur turib bu yerga kelib Arakan musulmonlarga destek chiqqanga o'xshash, boshqa millatlarmi bizning dardimizga, bizningki yinimiz turib bizga destek chiqadi. Sening darding cho'ng, mening dardim kichik. Arakanda zulm bo'ldi, Sharq Turkistonda texim cho'ng zulm bo'ldi masalasi emas. Faqat dardimizni dunyoga anglatish masalasi va bu zulmning keyinda kim borligini aniqlash masalasi. Bu zulmning keyinda kim bor? Bu zulmning keyinda Xitoydan iborat büyük bir mustabid, diktator, zalim, terörist bir hükümet var. Ama biz bunu dunyoga anglatamayapmiz. Bu aqamda tug'an bu insonlarning hammasi Birma buddistlari bizga zulm qildi deb tushundi. Amaliyotda Birma buddistlar emas. Bu Birma kafirlarining keyinda Xitoy kafirlari var. Xitoydan iborat, Çin'den iborat bir terörist bir devlet
Birmidagi Budistlarni tashkillab, Birmidagi Arakan musulmonlarga qarshi zulmni kuchaytiryotdi va bu yerdagi musulmonlarni o'ltiryotdi. Buning keyindagi zulmning bosh manbai Xitoy, Chin, ammo buni bilmaydi. Buni bilmaydi. Bular deydiki, bular bizni o'ltirayotganlar birmiliklar deydi. Ammo birmiliklarni tashkillayotganlar kimlar? Chin, Xitoy. Ya'ni biz inshaalloh bugun bu yerda Birmining keynida uni desteklayotgan, buning qurol yaroq berayotgan, Arakan musulmonlarni o'ltiringlar deb chaqirayotgan, Arakan musulmonlarningki o'ltirilishining bosh sababi bo'lgan Chinni, Xitoyni bu musulmonlarga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan va Gollandiyaning har qaysi jamoatlarida kelgan bu musulmonlarga anglatish. Buning uchun inshaalloh bizga shunday bir mas'uliyat tushadiki, Arakanda o'layotgan musulmonlarning keyinda Xitoy zolimlari bor degan bu ovozimizni butun dunyoga, BBC'ga, CNN'ga, Al Jazeera'ga, Al Arabiyaga anglata olsak inshaalloh, buningdan keyin bu yer namoyish bo'lib qolsa, faqat Birma kofirlarga qarshi emas, Chin, Xitoydan iborat bu kofirlarga qarshi, bu zolimlarga qarshi namoyish bo'ladi oldimizda inshaalloh. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Butun dunyodagi Uyg'ur musulmonlarningki her qaysi davlatlarda har qanday bir yerda zulm bo'lsa, har qanday bir yerda nohaqchilik bo'lsa, uningga qarshi chiqishning jihad ekanligini, uningga qarshi chiqishningki bir vijdoniy mas'uliyat borligini, bir insoniy mas'uliyat borligini, her zaman her yerda zulm qarshi bu irodamiz bilan bu harakatimizni to'xtatmaydiganligimizni qarindoshlarga tashabbus qilaman va butun qarindoshlarga Allohning rahmatini tilash bilan so'zimni boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.